Do'stlar, Real Madrid shuncha transfer qilyapti. Bu futbolchilarning o'yinini qachon ko'ramiz deb so'rayotganlar bor ekan. Aynan shu videoda Real Madridda rasmiy o'yinlari haqida sizlarga sanab beraman. Faqat bitta like, podpiska bosinglar yo'qotib qo'ymaslik uchun repostrelka bosib, realchilarga maksimum jo'natinglar jigarlar. Qani ketdi. Xullas jigarlar, men sizlarga hozir bu videoda Real Madridda El Clasicogacha bo'ladigan o'yinlarini sanab beraman. 10 ta o'yinini, 10 ta rasmiy o'yinini. Agar Real Madrid 16-avgust kunigacha qanaqadir tovarishskiy match yoki o'rtoqlik uchrashuvlari o'tkazilmasa, demak Real rasmiy o'yinini 16-avgust kunidan boshlar ekan. Santiago Bernabeu stadionida birinchi o'yin Real Sociedadga qarshi. Jose Mourinho'ni ham, yangi futbolchilarni ham Santiago Bernabeuda qarshi olar ekanmiz. Undan keyingi to'qnashuv Espanyol, undan keyin Malaga, Real Betis, Rayo Vallecano, Elche, orada Atletico Madrid bilan mehmonda derbi bo'lar ekan, Villarreal va Sevilla. Sevilladan keyin Camp Nou stadioniga yo'l oladi. El Clasico 25-oktyabr kuni, hali vaqtlari aniq chiqmagan. Vaqtlari aniq chiqsa rasmiy bo'lgandan keyin bu haqida ham ma'lumot beraman. Xullas 25-oktyabr kuni Camp Nouda Barselonani xorlaydigan kunimiz bo'lar ekan. 16-avgust kuni La Ligani birinchi o'yini Real Sociedadga qarshi bo'ladi Bernabeu stadionida. Jigarlar, video sizlarga foydali bo'lgan bo'lsa, bitta like bosinglar, repostrelka bosib, realchilarga maksimalni jo'natinglar va podpiska bosib qo'yinglar. Shunaqa qiziq ma'lumotlardan quruq qolib ketmaysizlar. Salomat bo'linglar jigarlar. La Ligaga ham ozgina vaqt qoldi. Ko'rishguncha.